Qo'qon shahar Jasorat 10-a xonadonda joylashgan 2 qavatli savdo do'konimiz navbatdagi nazorat ishlarida monitoring ishlari olib borilganda tasdiqlangan loyiha yechimlarida 2 qavatli ko'rsatilgan bo'lsa-da, joyida o'zboshimchalik bilan 3-qavat qurilish ishlari olib borilganligi aniqlandi. Bu holat yuzasidan buyurtmachining texnik nazoratchisiga bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berilib, qo'shimcha qurib olingan 3-qavat buyurtmachi tomonidan demontaj ishlari olib borilmoqda.